شمعة على السيارة. Bugun sizlar bilan fara polirovka qilamiz. Uy sharoitida. Bu 2000 yil nejak. Xuddi shu razmerda 3000 yil nejakdan ham olasiz. Bu любой magazinda, zapchist magazinlarda hozirgi kunda sotuvda mavjud. Va oddiy polirovka olasiz. 15000 so'mlik olasiz yetadi. 89 bo'ladimi, boshqasimi farqi yo'q. Chiziqlarni olish uchun foydalaniladigan polirovka. Ko'pchilik asli mutaxassislar bu farani polirovka qilish uchun aynan fara uchun mo'ljallangan polirovkadan foydalanadi. Chunki qizdirib yormasligi boshqa jihatlari bor. Lekin siz uchun uy sharoitida har qanday chiziqlarni oluvchi polirovka qo'l keladi. Foyda beradi, effekt beradi 80%. Xo'sh, sababi bu farani ham ustida bu shisha emas, plastik. E'tibor beringlar. Plastik shisha faralar eski mashinalarda, misol Damas 1, Nexia 1 shu mashinalarda shisha fara ishlatiladi. Jigulilarda ham shisha fara. Bu plastik fara. Bu polirovka plastik fara uchun qo'l keladi. Bu ishlarimiz. Bu plastik polirovkani shishaning ustida lak sepilgan bo'ladi. Xuddi metaldagi bir xil lak buni ham ustida bo'ladi. Shu sababli shu bir xil polirovka o'z vazifasini a'lo darajada bajara oladi. Demak, boshladik. Birinchi 2000 yil nejakda yaxshilab nejaklab o'tamiz. Qaranglar, nejaklayotganda e'tibor beradigan narsa najdahlashda e'tibor beradigan narsa najdahlashni boshlaganingizda qo'lingizda najdakni yuzayotganingizda o'zi seziladi. Notekis olayotgan bo'ladi. Qo'lingizga nimalardir bunday uriladi najdahlayotgan. Keyin ozgina vaqt o'tib silliq hech narsa urilmay qoladi qo'lingizga. Va najdahlayotganingiz hech narsa urilmay qoladi. Doim suvlab sepasiz, suvlab qilasiz. Qo'lingizga narsa urilmay qoladi o'zi. Silliq borib kelayotgan bo'ladi. Buni his qilishingiz qiyin bo'ladigan bo'lsa, yana boshqa yo'li bor. Hamma joyidan bir xilda mana shunday oq suv, kir suv chiqyapti. Hamma joyda bir xilda shunaqa kir suv chiqarib tashlashingiz kerak bo'ladi. Bu o'sha lakni betida kuygan qatlam. Bu ishda faqat original farangiz shu holatda sarg'ayib ketgan bo'lsa qiling. Arzon faralar, Xitoy faralarida bunaqa polirovka qilib o'tirib vaqt ketkazishingizga arzimaydi. Chunki arzimagan 150 ming so'm, 200 ming so'mga yangi shisha qo'ydirib olganingiz ma'qul. Tushuningizga o'tamiz. Bunaqa bo'lish shart emas. Siz oddiy o'sha qog'oz najdatdan foydalansangiz ham bo'ladi. Vazifasi bir xil. Menda shu bor ekan, shundan foydalanaman. Bu asosan mana shunaqa inomarka mashinalarga qo'l keladigan narsa. Shuning uchun bu videoni inomarkasi bor tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Hech kimga jo'natmaysizlar, chunki inomarka minadigan eski bunaqa farasi sarg'ayib ketgan tanishlar bor. Boshqa tanishlarga ham jo'natib qo'yaveringlar. Foydali bo'ladi. O'zimizda bu mashinalarda ham original faralari, misol Lasetti, Nexia, Gentralarniki juda ham xunuk holatga kelib ketadi.
Agar original bo'lsa, shunday polirovka qilib olishdi maslahat beraman. Ana endi jentrazi bor tanishimizga ham jo'natib qo'yaman rahmat topib. Misol uchun men 2 minut najdahdagi 3 minut najdahlagan bo'lsam, 3 minut najdahlarda 10 minut najdahlayman. Bu najdah kamroq, kichkinaroq, shuning uchun ko'proq vaqtda najdahlayman. Bu suvimiz oddiy gel suv, любой gel suv. Paqirga tayyorlab qilsangiz ham bo'laveradi. Bu bunaqa idish bo'lishi ham shart emas. Yaxshilab quritib olamiz. Yana bir shu 15 ming so'mlik paketni olsangiz yetadi. Just take green from where? This green room. Like green. Ko'p mehnat qilamiz. Sizlar uchun mehnat qilyapman, like bosib qo'yinglar. Polirovka apparatim bor. Like ko'ringlar deb qo'lda qilyapman. Like bosib qo'yasizlar. نظافة طبيعية حلو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يعني تنظيف جيد 100%. اوكي شوف التنظيف كيف وراكب على السيارة راكب شمعة على السيارة 100%. الشمعة راكب على السيارة شوف تنظيف تمام 100% ولا فك ولا شيء بدون ما تفكه خلاص ما يحتاج فك ولا كذا خلاص على الطبيعة. السلام عليكم. Thank you. Mana shu bitgan holati, hech qanaqa filtr, balobatlar ishlatmayman. Bilasizlar, faqat tanishlar. Mana bu eski holati mana bilan bir xil edi. Mana bu tarafda rasm ko'rsin. Ko'ryapsizlar farqi. Xullas bu qo'lda qildim mana sizlar uchun. Hech qanaqa apparat, polirovka apparatlarini ishlatmagan holatda polirovka apparatlarim bor. Aynan sizlarga foyda bo'lishi uchun qo'lda qilib ko'rsatdim. Endi polirovka apparatni ham bitta qilaman, qanchalik o'zgaradi. Demakki, sizlar shu mutaxassis ustaga polirovkachiga olib borib qildirsalarim, mana shu holatdan yana qanchalik yaxshiroq bo'ladi. O'zingiz uyda qilganingizdan professional usta qilganini orasidagi farqni ko'rib bitta baho berasiz.